Toshkent Index universal bozori hududida 7 yo'nalishdagi bozorlar mavjud. Ulardan biri esa qurilish mollari bozori. Bu haqda esa men sizga to'liqroq ma'lumot beraman. Qurilish mollari bozorimiz indeksning asosiy kirib kelish qismidan 400 metrdan keyin o'ng tarafda joylashgan. 4 blokdan tashkil topgan bo'lib, bularga D1, E1, F1 va G1 lar kiradi. Bu yerda siz qurilishingizga oid taniqli brendlarni, ya'ni Hayat, Osiyo Kabel, Imzo, Akfa, Royal, EPA, Procabel, Vero va shu kabi qurilish hamda yirik brend mahsulotlarini aynan shu yerdan topasiz. Siz bu yerdan qurilishingizni boshlash uchun temir, sement, qum, shag'al, g'isht, xullas, uyingiz qurilib bitgunicha barcha qurilish mahsulotlarini aynan shu yerdan topasiz. Sizning talab va xohishingizga mos keluvchi barcha mahsulotlar Toshkent Indexda joylashgan qurilish mollari bozorida mavjud. Sifatli, eng asosiysi hamyonbop bo'lgan qurilish mahsulotlarini Toshkent Index universal bozoridan topasiz.